Hamma yoqtiradigan etaj, ya'ni ikkinchi qavatdan ikki taraflama proyektda toza remontdan chiqqan uyimiz sotuvga chiqyapti. Proyekt bilan tanishtiraman. Asosiy kirib chiqish eshigiga kirgandan to'g'rida uyning kladovkasi joylashgan. MDF yaxshi eshiklar qilingan, uyning egalari sifatiga yaxshi e'tibor qaratishgan. Uyning birinchi xonasi, ikkinchi xonasi. Hop, boshlayman obzorni. Pastlar laminat qilingan, yaxshi mo'ysha aboylar, ko'zni charchatmaydigan rangdan foydalanishgan. Выключательlarga ham e'tibor bering. Pardalari qilingan 57 metr kvadratdan iborat. Plus minusni hisobga olganda 5 qavatli domning ikkinchi qavatda joylashgan. Lokatsiyada keladigan bo'lsak, Dinamo bozorcha deb kelaverasiz. Bu uyda ham pardalar qilingan. Mana bu yerda televizoringizni qo'yish uchun chiroyli qilib dekoratsiya ham qilganlar. Pulingiz yetmasa, ikkilamchi kredit ham qilishingiz mumkin. Yuvinish va hojatxonalari alohida. Eng yaxshisi mana bu yerda hali hech kim foydalanmagan pachka holatda kirish mashinalar bor. Buni xudo xohlasa o'zingiz buzasiz. Muzlatkichi, oshxonasi. Kimga kvartira qiziq bo'lsa, pastda telefon nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqib kelaverasiz. Kvartiramizga $37.500 so'rashmoqda. Yana kelishadigan joy bor.